Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yana kanalimga sekin-sekin videolar qo'yishni boshladim. Bundan oldin aytganimdek, o'zimni kommunal sohadagi shaxsiy o'zim xonadonimnikini o'rganib boryapman. Ya'ni buni o'rganib o'zimga ma'lumot qilib, fayl papka qilib olib qo'yyapman. Chunki kommunal sohadagi hozirgi o'zgarishlarda juda ham katta narsalar bor ekan. Shunga o'zimga o'rganib qo'yyapman. Ulardan biri mana gazda o'zimga ma'lumot olib, tabiiy gazni xonadonga fayl papkaga joylab qo'yyapman. Bundan oldingi qilgan videolarimda boshqa savollarimga javob qilgandim. Yana bugungisida mana yangi bu kompyuter variantida chiqarib ham oldim. Mana bu yangi. Ya'ni men o'zim xonadonimni mana shaxsiy kommunal sohasini o'rganganimda o'zimniki bu mana o'zimni xonadonimni o'zimni shaxsiy hisob raqamimni iste'molchiman. Hisob raqamimniki. Ya'ni bunda mana yangi o'rgangan ma'lumotimda log file degan bazada meni o'zim shu hisob ko'rsatkichimni ma'lumotlari bo'lar ekan. Ya'ni bu nimaga kerak deganda, bu log faylga meni mana hisob o'zimnikini aytyapman, shaxsiy hisob raqamimni, o'zimni shaxsiy xonadonimniki, shaxsiy hisoblagichimni aytyapman. Qaysi paytda, qaysi kuni belgilangan mas'ul xodim unga berilgan maxsus shaxsiy parol va ID ga o'xshagan raqam bo'ladi ekan, shaxsiy paroli bo'ladi ekan. Uni o'zini shu orqali kirib chiqadi ekan. Ya'ni shu gazda belgilangan odam. Keyin unga bemalol shu orqali uni masalan bilsangiz bo'laveradi ekan. Kim kirgan, kim chiqqan, masalan shu maxsus belgilangan gaz xodimini qaysi paytda, qaysi kuni, даже qaysi soniya, qaysi daqiqada log faylga kirib chiqqaniga ma'lumot turar ekan. Chunki u o'zini shaxsiy berilgan paroli, ID kartaga o'xshagan berilgan paroli orqali kiradi ekan. Bunda endi nimasi ma'lumot deganda o'zimga ham savol berdim. Bunda shu ko'rsatkichlardagi ma'lumotingiz bo'ladi ekan. Shu ko'rsatkichlardagi ma'lumotingizga kirib chiqqani uchun kim kirib chiqqan, qaysi mas'ul xodim kirib chiqqanini bemalol shu o'zini shaxsiy parol bilan kirganligi uchun u odamni, shaxsni, mas'ul xodimni nimasi bilinib turar ekan. Men buni o'zimga ma'lumot qilib oldim. Chunki shu hisoblagichimni, o'zimni shaxsiy xonadonda hisoblagichimni shaxsiy hisob raqamlarini mana shuni ko'rinib turadiganlarini masalan kuzatib borishda yo bilgim kelsa, shu ma'lumotlarni so'rasam, masalan meni log faylimni chiqarib bering desam, shunda kim kirib, kim chiqqanini bilish uchun shu log faylga shu maxsus parol orqali kirib chiqiladi ekan. Shu belgilangan maxsus gaz xodimini orqali keyin siz o'z ma'lumotingizni o'rgangandan keyin uni so'rab kimligini bilib olsangiz bo'laveradi ekan shu raqam orqali. Chunki bu ko'rsatkichlar ham juda muhim rol o'ynaydi ekan. Chunki bu ko'rsatkichlar eng katta biz to'lab boradigan ma'lumotlar. Shuning uchun log faylni ham bizim uchun o'qib o'rganib qo'ydim. Shu log fayl ham bor ekan. Meni o'zimni kommunal sohamga o'rganib qo'ydim. O'zim uchun ma'lumot qilib qo'ydim. Hammaga katta rahmat.